Ushbu videoda siz kompyuter viruslari o'zi nima, ular qanday paydo bo'ladi, ularning turlari va kompyuter virus epidemiyalari haqida ma'lumot olasiz. Kompyuter viruslarini eshitganimizda biz ulardan ehtiyot bo'lishimiz kerakligini bilamiz, lekin ular qanday paydo bo'ladi, ular paydo bo'lishidan kimlarga foyda, bu haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz. Kompyuter viruslari o'zi nima? Bu maxsus yozilgan zararli dasturiy kod bo'lib, u foydalanuvchining kompyuteriga yashirincha kirib, o'zini boshqa fayllarga biriktiradi. Ya'ni u biologik viruslarga o'xshab qandaydir hostga, ma'lumot uchun host fayl yoki dastur bo'lib, mana shunday dasturlarga yopishadi va ular orqali kompyuterimiz ichiga tarqaladi. Kompyuter viruslari o'zini o'zi ko'paytiradi, ya'ni bir fayldan boshqa faylga o'tadi va mana shu faylni zararlaydi. Bundan tashqari kompyuter viruslari bu kompyuterdagi fayllarni zararlash bilan birga uni foydalanuvchi xabarisiz boshqa manzilga yuborishi, faylga o'zgartirishlar kiritishi va faylni o'chirib yuborish xususiyatlariga ham ega. Bundan tashqari, kompyuter viruslariga agar siz tegmasangiz, u ishlamaydi. Ya'ni qanday? Agar siz biror dasturni ochmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, uni ustiga mishkani chap tomon 2 marta bosgan vaqtingizda dastur ishga tushadi. Viruslar ham ba'zi birlari mana shu ko'rinishda ishlaydi. Ya'ni siz unga teginmasangiz, kompyuter virusi ishga tushmaydi. Kompyuter viruslari bundan tashqari yashirin ko'rinishda ham ishlashi mumkin. Bu nima degani? Siz kompyuteringizda virus borligini vaqtincha sezmaysiz, lekin kompyuteringiz ishlashi sekinlashadi va ba'zi bir muammolarga duch kelasiz. Shu vaqtda siz uni tekshirganingizda kompyuteringizda virus borligini aniqlaysiz. Viruslar mana shu ko'rinishda ishlaydi. Kompyuter viruslari bizning kompyuterimizga ehtiyotkorsizligimiz oqibatida kirib keladi. Misol uchun, biror bir o'yin yoki dasturni biz internetdan yuklab olish uchun harakat qilganimizda biz albatta rasmiy bo'lmagan saytlardan foydalanamiz. Bu holatda dasturga biriktirilgan virus fayli bizning kompyuterimizga yuklanadi. Bu holatda virus ishga tushadi va bizning ma'lumotlarimizni, ya'ni kompyuterimizdagi ma'lumotlarni boshqa manzilga yuborishi yoki kompyuterdagi ma'lumotlarga zarar yetkazishdan tashqari, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashi ham mumkin bo'ladi. Kompyuter viruslarining qanaqa turlari bor? Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, kompyuter viruslari malware deb nomlanadi. Bular bir necha turlarga bo'linadi. Misol uchun, ulardan birinchisi worm. Wormni agar biz to'g'ridan-to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, bu qurt deb nomlanadi ingliz tilidan, lekin bu kompyuter virus sifatida qanday ishlaydi? Worm bu kompyuter viruslarining bir turi bo'lib, bu o'zidan o'zi harakatlana oladi. Ya'ni sizning harakatingizsiz ko'payish imkoniyatiga ega. Ya'ni bu holatda bir kompyuterdan boshqa kompyuterga o'zi avtomatik o'tish imkoniyati ham bor bunda. Bu tarmoq trafikini oshirib, tizimni sekinlashtiradi va DDoS hujumlarini yuzaga keltirishga sababchi bo'lishi mumkin. O'zi wormlar qanday ko'payadi? Bu bir kompyuterdan boshqa kompyuterga elektron pochta orqali fayllar almashish orqali yoki internetdan biror bir fayl yuklab olgan holatingizda sizning kompyuteringiz yoki boshqa bir kompyuterga yuklanish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Navbatdagisi bo'ladigan bo'lsa Trojan viruslari. Trojan viruslari bu sizning kompyuteringizda yashirin ravishda ishlaydigan kompyuter viruslar turlaridan biri hisoblanadi. Ya'ni o'sha siz biladigan Troya afsonasi, ya'ni bir shaharga troyaliklar ot yuboradi, uning ichida askarlar bo'ladi, buni sovg'a deb o'ylashadi, lekin kech tushganda askarlar otning ichidan tushib, eshikni ochib va shaharni egallashadi. Bu virusimiz ham xuddi mana shu ko'rinishda ishlaydi. Trojan virusi boshlanishida sizga foydali dastur sifatida ko'rinadi, ya'ni bu o'yin bo'lishi mumkin, biror bir hujjat ko'rinishida bo'lishi mumkin va uning ichida zararli kod yozilgan bo'ladi va siz buni ishga tushirgan vaqtingizda u tizimni nazoratga olishi mumkin, ma'lumotlarni o'g'irlashi va eng asosiysi sizni biror bir faylni yuklab olishga majburlashi mumkin. Bu holatda siz o'z ma'lumotlaringizni topshirasiz va kompyuterni ixtiyoriy ravishda virus qo'liga topshirib qo'yasiz. Trojan virusi backdoorni ochib berish imkoniyatiga ega. Ya'ni backdoor bu sizning kompyuteringizni qo'lga olish. Misol uchun men hacker bo'ladigan bo'lsam, sizning kompyuteringizni buzib kirishim uchun albatta men backdoorni ochishim kerak. Mana shu virus bu vazifani men uchun bajarib beradi. Ransomware bu virus turi asosan ma'lumotlarni shifrlab qo'yadi. Ya'ni sodda qilib aytganda parollab qo'yadi.
va siz bu fayllardan foydalana olmaysiz. Foydalanish uchun bo'ladigan bo'lsa, virus yaratuvchisiga pul to'lashingiz kerak. U xohlang Bitcoin, xohlang kriptovalyuta, xohlang so'm yoki dollarda bo'lishi mumkin. Spyware. Bu turdagi viruslar asosan sizni yashirin ravishda kuzatadi. Ya'ni brauzer tarixingizni kuzatishi mumkin. Siz ba'zi bir tizimlarga kirishda parollar yozasiz, login parollar yozasiz, mana shu narsalarni o'g'irlashi. Bundan tashqari klaviaturada qaysi tugmadan keyin qaysi tugmani bosyapsiz, ya'ni klaviaturada tugmalar bosish ketma-ketligingizgacha bo'lgan jarayonni o'g'irlash va boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni ham o'g'irlashi mumkin. Ular qayerdan bizning kompyuterimizga kirib keladi? Ular asosan internetdan biror bir fayl yuklab olayotgan vaqtingizda unga birikkan holatda sizning kompyuteringizga o'rnashadi. Va bu sizga reklamalar sotishi yoki fayllarni yuklab olishga majbur qilishi mumkin. Makroviruslar. Bu turdagi viruslar asosan Microsoft Office dasturiga o'xshab ko'rinadi va ularga biriktirilgan bo'ladi va siz misol uchun Word faylni faollashtirganingizda virus ham avtomatik ravishda faollashadi va kompyuter bo'ylab tarqalishni boshlaydi va bu jarayonda boshqa bir fayllarga ham zarar yetkazadi. Xo'p, u qanday qilib bizning kompyuterimizga yetib keladi? Xo'p, makroviruslari asosan elektron pochtadan keladi, lekin bizda hozir ko'p ishxonalarda Telegram juda urfga kirgan. Ya'ni Telegramdan fayl almashish eng hozir ko'p ishlatiladigan holat. Bunda Telegramdan ham kelishi mumkin. Ya'ni siz Telegramdan biror bir sherigingizga Word fayl yuborasiz. Agar u zararlangan bo'lsa, yuborgan faylingizni ochgan vaqtda uni kompyuterida ham viruslar tarqalishi mumkin. Xo'p, kompyuter viruslari qanday paydo bo'ladi va ularni yaratishdan kimlarga foyda? Kompyuter viruslari oddiy dasturlarga o'xshab kod yordamida yaratiladi. Dasturchi avval virus kodlarini yozadi, uni sinovdan o'tkazadi va tarqatish usullarini qo'shadi. Ya'ni ular tarqatish usullari nimalar bo'lishi mumkin? Xo'p, misol uchun fleshka bo'lishi mumkin, elektron pochta orqali bo'lishi mumkin yoki tizim zaifligi orqasidan ham bular tarqatish yo'llarini qo'shish mumkin. Xo'p, birinchi viruslar o'zi tajriba uchun yaratilgan bo'lsa, hozirgi zamonaviy viruslar bo'ladigan bo'lsa, antiviruslarni aldab o'tadi, ya'ni polimorfizm. Ya'ni polimorfizm nima degani? Bu o'ziga yozilgan kodni o'zi avtomatik o'zgartirish imkoniyatiga ega. Polimorfizm yoki rootkit texnologiyalaridan foydalangan holatda bir kompyuterdan boshqa kompyuterlarga tarqalish imkoniyatiga ega. Kompyuter viruslarini yaratilishidan asosiy maqsad bu tizimni buzish, ma'lumotlarni o'g'irlash yoki moliyaviy foyda maqsadida yaratiladi. Viruslarni qayerdan topsam bo'ladi? Viruslar asosan dark webda sotiladi yoki maxsus guruhlarda sotilishi mumkin. Lekin buni tavsiya bermayman. Kompyuter viruslari nima uchun yaratiladi? Tajriba, qiziqish va shuhrat uchun asosan yaratiladi. Bu albatta birinchi sabab. Xo'p, misol uchun birinchi kompyuter viruslari, ya'ni Keeper virusi bu tajriba uchun yaratilgan virus hisoblanadi. Odatda xakerlar o'z qobiliyatlarini, ya'ni o'z bilimlarini sinovdan o'tkazish uchun birinchi bo'lib ishni virus yaratishdan boshlaydi. Xo'p, undan keyingisi, ya'ni ikkinchi sabab bu moliyaviy foyda. Bu sabab eng ko'p tarqalgan, ya'ni siz virus yaratasiz, buning orqasidan pul topishingiz mumkin. Misol uchun, ransomware viruslari asosan yuqorida aytib o'tdik, biror bir faylda parollab qo'yib, uning uchun to'lov talab qiladi. Mana shundan pul topish mumkin yoki bo'lmasam Skyware orqali biror bir shaxsni ma'lumotlarini o'g'irlaysiz va bu ma'lumotlarni qaytarib berish uchun undan pul talab qilib moliyaviy foyda ko'rsangiz bo'ladi. Va uchinchi sababi zarar yetkazish, ya'ni tizimni buzish, ishni vaqtincha to'xtatib qo'yish va hokazo sabablar bo'lishi mumkin bu virusni yaratishga. Xo'p, bu asosan nimadan kelib chiqadi? Asosan kompaniyalar raqobati yoki odamlar o'rtasidagi raqobatni orqasidan albatta bu viruslar yaratilishi mumkin. Kompyuter viruslarini yaratishdan kimlarga foyda? Birinchisi bu yaratuvchilarga. Ya'ni yaratuvchi kompyuter virusni yaratadi, buni kimnidir kompyuterga yuklaydi, ya'ni yuboradi. Buni orqasidan u moliyaviy daromadga chiqishi mumkin. Mana misol uchun kiber jinoyatchilar asosan mana shunday yo'llar bilan daromad topishadi. Xo'p, navbatdagisi hech kimga. Ya'ni bu nima degani? Bu kompyuterda shunchaki zarar deydi, asosan zararli viruslar haqida ketadi bu ma'lumotimiz.
kompyuterda tizimni buzadi, ishini vaqtincha to'xtatadi, lekin bundan hech kimga hech qanday foyda yo'q. Faqat bitta foydali tomoni bor, yaratuvchiga psixologik qoniqish berishi mumkin. Ya'ni bu meni qo'limdan kelarkan, men kuchliman, bilimim yetarli degan psixologik yordam berishi mumkin. Boshqa hech qanaqa foydasi yo'q. Kompyuter viruslari epidemiyasi bu o'zimizning oddiy hayotimizdagi epidemiya, ya'ni biologik viruslar kabi ishlaydi. Ya'ni qisqa vaqtlar davomida juda tez tarqaladi va juda katta zararlarga olib kelishi mumkin. Xo'p, bunday epidemiyalardan biri 2000-yilning 4-may sanasida Filippinning Manila shahrida yuz beradi. Ya'ni, xo'p, foydalanuvchiga elektron pochta orqali I love you nomli sevgi xati ko'rinishida fayl yuboriladi va bu faylning ichida zararli kodlar yozilgan bo'ladi. Va xodim bu faylni ochadi va virus o'z-o'zidan ishga tushib ketadi. Va qisqa vaqt davomida virus Osiyo, Yevropa va AQShgacha yetib boradi. Ba'zi bir manbalarda aytilishicha bo'yicha bunda zarar ko'lami 10 millionta kompyuter deyiladi va ba'zi bir manbalarda 40-45 million dona kompyuterni zararlagan deb nomlanadi. Ana endi moliyaviy hisobotlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, endi bunda ham har xil ma'lumot bor, ya'ni ba'zi birlarda milliard dollar deb nomlanadi zarar ko'lami, ba'zi birlarda 10 milliard dollargacha bo'lishi mumkin deb beriladi. Nima uchun bu darajada juda katta moliyaviy summa aytiladi? Xo'p, chunki virus kompyuterga tushganida kompyuterda tizimini zararlaydi, dasturlarni zararlaydi va ba'zi bir kompyuterning qismlarini ham ishdan chiqarishi mumkin va ularni qaytadan ishga soz holatga keltirish uchun deyarli mana shuncha summa ketgan. Va bu zararli virus epidemiyasi natijasida bizda, ya'ni insoniyat tarixida katta iz qoldirganki, xavfsizlik masalasiga yuqori darajada e'tibor berishimiz kerakligi mana shu epidemiyani o'zi yaqqol misol bo'la oladi. Mana shunday kompyuter virus epidemiyalaridan yana biri bu Melissa epidemiyasi. Melissa epidemiyasi World Macro virusi bo'lib, ya'ni bu hodisa 1999-yilning mart oyida yuz beradi. U Microsoft Office hujjatining ichiga yashirilgan zararli makro virus orqali ishga tushgan. Foydalanuvchi Word dasturini ishga tushirgan va virus avtomatik ravishda faollashib, tarqalishni boshlaydi. Kompyuterda Word normal.dot shabloni yuqtirgan va keyin hujjatlar ham avtomatik zararlanadigan holatga kelgan. Bundan tashqari, agar kompyuterda Outlook bo'ladigan bo'lsa, virus Outlook orqali siz Outlookda kimlardir bilan yozishgan bo'lsangiz, mana shu yozishmalarga, ya'ni akkauntlarga o'zi avtomatik ravishda virusni yuborishni boshlangan. Xabarning matni foydalanuvchini aldashga mo'ljallangan. Ya'ni buning ichida sen so'ragan narsa, ya'ni narsalar yoki hujjatlar va hokazo deb ilova qilib Word faylni yuklab yuborilgan. Virus dastlab bir guruh foydalanuvchilarga yuborilgan va bu guruh foydalanuvchilari dasturni ishga tushirganda ularni kompyuterni zararlagan va ularni Outlook akkauntlar orqali boshqa bir foydalanuvchilarga ham yuborilgan va shu tarzda kompyuter virusi juda tez holatda tarqalib ketgan. Virus dastlab bir guruh foydalanuvchilar orqali ishga tushirilgan va ularning elektron pochtasi orqali boshqa bir foydalanuvchilarga yuborilishi sabab bo'lib, kompyuter virusi juda tez ravishda tarqalgan. Agar siz videoni mana shu qismigacha ko'rgan bo'lsangiz, ana endi sizda kompyuter viruslari o'zi nima, ular qanday paydo bo'ladi, uning turlari va kompyuter viruslari o'zi qanday ishlaydi, mana shu bo'yicha sizda bilim bor. Bundan keyingi videolarimizda kompyuterlarimizni yoki devaysimizni qanday qilib viruslardan himoyalashimiz kerak va himoya qilish uchun qanday dasturlarni, ya'ni qanday turdagi antiviruslardan foydalanamiz, mana shu bo'yicha videorolik tayyorlab chiqaramiz. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.